Yangi ekilgan bedazorlarning ichida ham shunaqa zarpechaga bosib ketayotganining eng asosiy sabablari haqida gaplashamiz. Bu qanday bo'lyapti deydigan bo'lsangiz, siz pul sanab o'zingiz yeringizga zarpechada urug'ini olib kelib ekyapsiz. Agar siz beda urug'da sifatsiz urug'ni olib kelib o'zingizni polingizga sepadigan bo'lsangiz, kalibrovka qilinmagan, tozalanmagan sifatsiz urug'larning ichida ko'p holatlarda zarpechada urug'i bilan keladida, siz uni pul sarflab o'zingiz yeringizga ekasiz. Tabiiy holat sizni bedalaringiz barpo bo'lishidan oldin barbod bo'lishiga sabab bo'ladi bu narsa. Sifatli urug'ni qanaqa qilib ajratamiz deydigan bo'lsangiz, mana Emiliano bilan Jeya beda urug'lari. Buni bundoq turib ko'radigan bo'lsangiz, tiniq bo'ladi, kalibrovka qilingan, o'zi tozalangan, original. O'rimlari ham 6-7 martagacha o'sha aytib turilibdi, 350 tadan 450 tagacha gektariga press beradi. Siz agar mana shunaqa italyanskiy beda urug'larini ekadigan bo'lsangiz, nafaqat o'zingizni polingizni zarpechadan, balki boshqa qolgan begona o'tlarning urug'ini shu polingizda ko'payishdan ham saqlagan bo'lasiz. Videoga like bosib, kimga agar mana shunaqa urug'lar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, yaqinlarga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin.